bo'ldi, boy hozir beraman. Bo'ldi, tashib beraman kaltingizga. Bo'ldi. Ha. Bravo, bo'pti. Yo, barcha salom, sizlar bilan o'sha jo'xtosi bilan o'sha bugungi video juda qiziqarli bo'ladi. Qish ham kelib qoldi. Yangi yilga to'g'ri kelib qoldi do'stlar, obunachilar. Men nomimni yangi qo'ydim. Mening nomim albatta Jo'xa Fenosjek. Fenosjek qo'shadi xolos do'stlar, meni pullarim bor, buni boyga berishim kerak ekan. Do'stlar, hop, endi esa nimadir qilamiz kerak. Tashqariga chiqsamiz, mana tashqarida mana shunday ob-havo do'stlar, qor. Maza, qor, juda ham ko'p qor. Mana bu yerda esa makban xo'jayin emas, endi ushlab yuradigan narsasida. Hop do'stlar, men ham shaharga ketaman, shaharga. Hop do'stlar, men zerikib ketaman. Men ham shaharga ketaman. Do'stlar, sandiqimda hech narsa yo'qmi ekan? Kompyuterga sandirman qo'yaman, sandiqimda hech narsa yo'q ekan. Mayli, unda men ketdim do'stlar. Men videoni keyinroq yoqaman. Shaharga borib bo'ladi. A few moments later. Hop do'stlar, mana shaharga kelib oldim. 300 zumrudni oldim. Yo'q, 2 tagini oldim. 1 tagini ham mana shuncha narsa oldim do'stlar. Voy, bulardan nomerlarni men nima qilaman do'stlar? Endi o'zimga dom qidirishim kerak. Hop, qayerda dom bor? Men endi domchiga nima beraman? Pul berish kerak. Mana bu yerda radar yashagan. Albatta bu shahar. Mana bu yerni bankrot qilishgan. Bu yerda oldin qish bo'lgan, hozir ham qish. Sal ob-havo bor, lekin yoriq, shunchaki qish do'stlar. Hop, mana bu yerda eshiklari ochiq. Bankrot bo'lib ketishgan shekilli do'stlar. Bankrot bo'lsa hech narsa kerak bo'lmas qolar ekan. Lekin bu yerni sotib olishim kerak. Birni sotib olsam men boy bo'lib ketsam kerak. Qani ichariga kirib ko'raychi. Voy, juda ham chiroyli. Bu ham juda ham chiroyli. Hop, mana bu yerdan ketaman, chunki birlarni eshik ochilganligi sababi birlarni marishgan hisoblanishim. Hop do'stlar, hozir biz dom topishimiz kerak. Do'stlar. Biz qayerdan dom topamiz endi? Qayerdan dom topamiz do'stlar? O'zimga quraymikan, ayor dommikan qaraylikchi, mana bu dom bo'lish kerak. Hop do'stlar, mana shu yer dommi? Dom bo'lish kerak albatta. Bu yer dom emas. Do'stlar, bu yer dom emas. Hech qanday dom emas. Do'stlar, qayerga boraman? Dom topish kerak. O'zimga uy quraymikan yoki. Hop do'stlar, o'zimga uy qurishim kerak. O'zimga uy quraman. Do'stlar, o'zimga bloklarim bor. Quraymikan yo'q. O'qimay qo'yaveraman. Mayli do'stlar. O'qimay qo'yaman. Hozir yo'qman. Yigitlar, qalisizlar, zo'rmisizlar? Mana shu yerdaliginglar ham juda ham xursandman. Rahmat. Do'stlar, mana shu yigitlarni zo'rga topdim. Topdik. Do'stlar, mana bu yigitlarni topdim. Do'stlar, men endi xonamga ketaman, qarang. Hay do'stlar. Biz ketdik. Mana bu yerda hojatxona bor ekan, hozir ko'rsataman hojatxonani. Hozir mana shu yerda hojatxona bor mana. Hozir uyimga ketaman o'zimni. Uyim mana bu yerda, mana shu. Do'stlar, hamma sharoiti bor do'stlar, juda ham chiroyli uy ekan. Hamma sharoiti bor. Mayli, yetarli qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Hop do'stlar, men uyqum kelib ketdi do'stlar. Hozir video o'chadi. Do'stlar, vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Do'stlar, hamma narsani solib qo'yayman. Mana shularni solib qo'ysam bo'laveradi. Hop do'stlar, obunachilar, barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan shu yana Jo'xa bo'ldi do'stlar. Bu birinchi qism. Hali ikkinchi qism ham bo'ladi do'stlar.
barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan o'sha yana jo'xa bo'ldi. Meni kuzatganinglar uchun rahmat va sog'omon bo'ling. Keyingi qismlarda ko'rishguncha va xayr do'stlar. Xayr. Sog'omon bo'ling.